AUX ishqibozlari uchun 2026-yilda ishlab chiqarilgan 12 talik Shine Flow modelimizda to'liq obzorini qilib beramiz va narxlari ham chegirma narxlarda bo'ladi va narxi $400, 4840 so'm qilib belgiladik. Nimaga qimmat deyishlari mumkin? Buni sababini video davomida bilib olasizlar. Birinchi bo'lib agregatsiyadan boshlaydigan bo'lsak, teploobmenniklarni ko'rib turibsizlar, toza misdan foydalanilgan va 13 tadan 2 qator bo'ladi, ya'ni общий 26 ta, propusklari yo'q, hammasi to'liq joylashgan va radiatorlarni ko'rib turibsizlar, kengligi ham keng va zichi ham zich bo'ladi va asosiysi parralari BLDC motor, ya'ni ovozlari, shumlari past bo'ladi. Va plata sohasiga keladigan bo'lsak, ikki taraflama driverdan foydalanilgan, ya'ni plata sohasida ham driverlari bor va tashqi tomonda ham driverlari to'g'ri trayektoriyada joylashgan va bizni yana bitta xursand qilgan tomoni kompressori, ya'ni Yaponiya brendiga tegishli bo'lgan Panasonic kompaniyasidan foydalangan. Bu bizni juda xursand qildi va yana bitta minus tomoni ushbu tashqi agregatida teni yo'q. Va ichki feniga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda trubkalardan boshlaymiz. Ya'ni ushbu konditsionerimizda trubka soni 9 tadan 2 qator, ya'ni 18 ta bo'ladi va boshqa konditsionerlarda 15 ta bo'ladi xolos. Ko'rib turganingizdek propusк yo'q. Va ushbu fenimiz ichki tomonida teni ham mavjud, ya'ni bu isitishda sizga дополнительный 10-15% ga yordam beradi. Va tashqi va ichki jalyuzilarga keladigan bo'lsak, teshik bo'ladi va DC motor bilan jihozlangan. Bu ichki jalyuzisini ham bemalol boshqarsangiz bo'laveradi. Va yana qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, ushbu konditsionerimizda Wi-Fi orqali boshqarishingiz mumkin va boshqa konditsionerlarda yo'q funksiyasi. Голосовой orqali, ya'ni ovoz orqali boshqaraverasiz. Ushbu qurilma yordamida sizning ovozingizni aniqlab turib va ushbu mini kolonka yordamida sizga javobini aytadi.